2026-yil aprel holatiga ko'ra Neymar Junior Braziliyaning Santos FC klubida faoliyatini davom ettirmoqda. U so'nggi yillarda og'ir tizza jarohatini boshdan kechirdi va hali ham to'liq formaga qaytish jarayonida. Shu sababli 2026-yilda u kam o'yin o'tkazdi, lekin maydonga tushganida hali ham o'zining yuqori darajadagi texnikasi va driblingini ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi paytda Neymar uchun eng katta maqsad 2026-yildagi Jahon chempionatiga yetib borish. Ammo bu oson bo'lmayapti, chunki Braziliya terma jamoasida kuchli raqobat bor va murabbiylar undan tezroq formaga kirishni talab qilmoqda. Agar Neymar yaqin oylar ichida o'zining eski formasini tiklay olsa, u yana terma jamoaga chaqirilishi mumkin. Aks holda esa u Jahon chempionatini o'tkazib yuborishi ham mumkin. So'nggi paytlarda uning boshqa ligaga, xususan Amerikadagi MLS klubiga o'tish haqida ham mish-mishlar tarqalgan. Bu esa uning kelajagi haqida yana ko'plab savollarni yuzaga keltirmoqda. Shunga qaramay, Neymar hali ham futbol tarixidagi eng iqtidoriy va tomoshabob o'yinchilardan biri bo'lib qolmoqda. Ko'pchilik muxlislar uning yana katta sahnaga qaytishini kutmoqda.